Men bitta narsaga guvoh bo'ldim. Siz aybingizni qidiraman degan odamga ming chandon urining, oppoq bo'laman deb, baribir sizni kamchiligingizni ko'rar ekan. Sizni aybingizni qidirar ekan, sizni kovlashtirar ekan. Ming zo'r tilla odam bo'lsangiz ham. Lekin buni ham guvohi bo'ldim. Sizni yaxshiligingizni qidiraman degan odam, sizni maqtayman degan odamga qancha pastkash, qancha yomon bo'lsangiz ham, u sizni maqtaydigan, siz yaxshiligingizni ko'rar ekan. Chunki uni tabiati shunaqa. Shuning uchun aytaman, sizni aybingizni oqtargan, aybingizni qidirgan, aybingizni ochgan odamdan xafa bo'lmang. Chunki uni qalbi to'la musur. Unda yaxshilik yo'q. Lekin sizni chiroyli tabiatingizni, chiroyli go'zalliklaringizni gapirayotgan odamdan ham xafa bo'lmangki, xursand ham bo'lmangki, uni tabiati toza. Uni ko'ngli toza, qalbi toza. Ikkita odam ketayotgan ekan yo'lda. It o'layotgan ekan, it. Biri aytibdi, mana bu itning o'ligini qarang.